Sizga bir savol. Siz hozir bajarayotgan ishni sun'iy intellekt qila oladimi? Ko'pchilik yo'q, bizning sohani hali olmaydi deb o'ylaydi. Eng qizig'i oldin zavodlarda ishchilar ham xuddi shunday o'ylagan. Lekin vaqt o'tgan va bitta mashina 20 ta odamni ishini olgan. Hozir ofislardagi holat ham shunga o'xshash. Bitta sun'iy intellektni yaxshi tushunadigan grafik dizayner 10 ta grafik dizaynerning o'rniga egallashi mumkin. Masalan, men Mohirdev kompaniyasida UI UX va grafik dizaynerman va agar menga saytimga biron qanaqa animatsiya kerak bo'lsa, men uni AI ga batafsil tushuntirib beraman va u menga kod komponent qilib chiqarib beradi. Ya'ni sun'iy intellekt odamlarning ishini olib qo'ymaydi. Sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanadigan mutaxassis undan foydalanmaydigan mutaxassisning ishini olib qo'yadi. Bu videoda men sizlarga aynan shularni ko'rsataman. Sun'iy intellektni o'z ishingizda qanday ishlatish kerak? Nima qilsangiz o'z ishingizni 10 barobar tezroq bitirib, ko'proq ishga ulgurishingiz mumkin. Va video oxirida istalgan kasbga to'g'ri keladigan 3 ta kuchli propni ko'rsataman. Sun'iy intellekt ishni qanday o'zgartirmoqda? Keling bir misol ko'raylik. Oldin dasturchi kod yozardi va uning kodida agar biron qanday xatolik chiqsa, uni to'g'rilash uchun qator kodlarni ko'zdan kechirib, o'nlab saytlarni kezardi va bunga kunlab vaqt ketardi. Hozirchi o'sha dasturchi 1000 qator kodini sun'iy intellektga tashlab beradi, u baraka topkur xato qayerdaligini aytmasa ham o'zi topib, kerak bo'lsa o'sha kodni o'zi yozib beradi. Lekin bu faqat dasturchi uchun emas. Raqamlar hamma sohada bir xil gapiradi. O'qituvchi 20 ta savol tuzish kerak. Oldin 2-3 soat vaqt ketardi. Hozir sun'iy intellekt 10 daqiqada chiqarib beradi, o'qituvchi esa uni o'z darsiga moslashtiradi. Menejer haftalik hisobot tayyorlash kerak. Oldin ertalabdan tushgacha. Hozir esa sun'iy intellektga kerakli ma'lumotlarni beradi, hisobotga aylantiradi, 15 daqiqada tayyor. Qolgan vaqtini haqiqiy ishga sarflaydi. Biznes egalari mijozlarga taklif xati jo'natish kerak. Oldin o'tirib o'ylash, qoralash, qayta yozish, bu hammasi bir kun vaqt olardi. Hozir esa sun'iy intellektga vaziyatni tushuntiradi, tayyor yo'llanmani oladi, o'z ma'lumotlarini qo'shadi, taxminan 20 daqiqa. Ko'rganingizdek soha farq qilmayapti. Dasturchimi, o'qituvchimi, menejermi, vaqt bir xil tezlashmoqda. Sun'iy intellektdan to'g'ri foydalangan mutaxassis kuniga 2-3 soat vaqtini tejab qoladi. Bu haftasiga 15 soat, oyiga esa 60 soat. Lekin bu yerda ko'pchilik katta xatoga yo'l qo'yadi. Sun'iy intellektni ochadi va menga yordam ber deydi. Chiqqan javobni o'qiydi, bu yaxshi emas, ishlamaydi deb yopib qo'yishadi. Muammo sun'iy intellektda emas, muammo undan qanday foydalanishda. Prompt nima va nega undan ko'pchilik noto'g'ri foydalanadi? Prompt bu sun'iy intellektga beradigan so'rovingiz. Ya'ni siz unga nima yozsangiz, u o'shanga javob beradi. Va ko'pchilikda muammo aynan shu yerda. Tasavvur qiling, siz yangi kelgan xodimga vazifa beryapsiz va unga shunchaki ish qil desangiz, u hech narsani tushunmaydi. Lekin bugun soat 5 gacha mijozlarga 10 ta xat yoz va har bir xat 3 qatordan iborat bo'lsin va rasmiy ohangda bo'lsin desangiz, aniqroq natija olasiz. Sun'iy intellekt ham xuddi shunday. Unga qancha aniq yozsangiz, shuncha yaxshi javob olasiz. Ko'pchilik yozadi: "Menga marketing haqida yoz." Sun'iy intellekt sizga javob beradi, lekin siz kutgan natijani emas. Chunki marketing keng, yoz noaniq. Sun'iy intellekt qaysi tomonga borishni bilmaydi. Lekin shu so'rovni umuman boshqacha berishingiz mumkin. Masalan, men SMM mutaxassisiman va kichik biznes uchun Instagramga post yozyapman. 18-25 yoshdagilar uchun ohang, do'stona va qisqa bo'lsin. 3 ta misol keltirib. Natija umuman boshqacha bo'ladi. Bir xil sun'iy intellekt. Savol mavzusi ham bir xil, lekin natija umuman boshqa. Yaxshi prompt yozishni o'rganish uchun dasturchi bo'lish shart emas. Buni hamma qila oladi. Eng muhimi erinmaslik kerak. Sun'iy intellektga o'rgating. Hozirda ko'pchilik sun'iy intellektdan shunday foydalanadi. Savol beradi, javob oladi, savol beradi, javob oladi. Va har safar boshidan. Lekin bu eng zaif usul. Tasavvur qiling, siz yangi xodimni ishga oldingiz, aqlli, tez o'rganadigan, unga vazifa berdingiz va o'zingiz xohlagan natijani kutasiz. Bu xodim hech qachon siz xohlagan usulda ishlamaydi, chunki unga hech qachon o'rgatmagansiz. Sun'iy intellekt ham xuddi shunday. Lekin farqi, uni bir marta o'rgatasiz va har safar u xuddi shu darajada ishlaydi. Charchamaydi, unutmaydi, kayfiyati o'zgarmaydi. Qanday o'rgatiladi? Birinchi usul namuna tanlash. Siz yaxshi deb hisoblagan ishlaringizni, yozgan postlaringizni, qilgan tahlillaringizni sun'iy intellektga bering. Mana mening yozgan 5 ta zo'r postim, uslubini tushun, shunday yoz deng. Va sun'iy intellekt o'rganadi, tushunadi va keyingi so'rovlarda xuddi shunday uslubda yozadi. Misol, men ssenariy yozaman va sun'iy intellektga 4 ta 5 ta o'zim yozgan ssenariyni ko'rsataman. Va mening uslubim qisqa va lo'nda, to'g'ridan to'g'ri muammoga urish, ortiqcha gaplar yo'q va har bir gap keyingisiga olib boradi. Va keyin unga yangi mavzu beraman. Va sun'iy intellekt xuddi mening uslubimda yangi ssenariyni yozib beradi. Men esa faqat tekshiraman. Ikkinchi usul: kitob yoki hujjat tashlash. Sizning sohangizda eng zo'r kitob bor. Ana shu kitobni sun'iy intellektga bering. Mana bu kitob. Shu kitobdagi bilimlar asosida menga maslahat ber yoki savollarimga javob ber. Misol, sotuvchi bor. Odamlarni ishontirish psixologiyasi bo'yicha eng mashhur kitob, Influence kitobini sun'iy intellektga beradi. Endi sen shu kitob asosida menga mijozlar bilan muloqot qilishga yordam ber deydi. Va sun'iy intellekt o'sha kitobdagi barcha bilimlarni ishlatadi va 10 yillik tajribaga ega sotuvchining maslahatlarini beradi. Uchinchi usul: qoidalar berish. Har safar savollar bermang. Bir marta qoidalarni yozing. Men doim qisqa yozaman, rasmiy so'zlar ishlatmayman. Har bir gap bitta fikr. Shu qoidalarni saqlab qo'ying va har yangi suhbat boshiga joylashtiring. Va u shu qoidalar bo'yicha ishlaydi.
Ko'ryapsizmi? Bu oddiy savol javob emas. Bu sun'iy intellektni sizning shaxsiy yordamchingizga aylantirish. Sizning sohangizni tushunadigan, sizning uslubingizni biladigan va siz xohlaganda ishlay oladigan yordamchi. Lekin bu yordamchidan haqiqatdan natija olish uchun uni to'g'ri so'rashni ham bilish muhim. Va bunga keyingi bo'limda to'xtalamiz. Endi istalgan ishga mos, haqiqatan ishlaydigan 3 ta promptni ko'rsataman. Hozir aytib o'tiradigan 3 ta kuchli prompt qanday ishda ishlashingizni qat'iy nazar sizning ishingizga mos keladi va ularni bugundan ishlatishingiz mumkin. Lekin sun'iy intellektni o'zi kasbga aylantirish ham mumkin. Chunki ko'ryapsiz, bu zamon talabi. Har bir kompaniyaga sun'iy intellekt mutaxassislari kerak. Hozir shundoqqina ochiq vakansiyalar ham bor. Maosh 10 milliondan 50 million so'mgacha. Ko'pchilik meni matematikam yaxshi emas, vaqtim yo'q, lekin qayerdan boshlash kerak deb o'zini cheklab qo'yishadi. Lekin men sizga aytaman, matematikani maktab darajasida bilsangiz yetadi. Qolgani shart emas. Buni qanday bilamiz deysizmi? Chunki Mohirda data science va sun'iy intellekt kursi bor. Kursdan 3 ta ekspert olib boradi. Anvar Narzullayev, Mohirda asoschisi va 20 yil tajribaga ega ekspert. Adham Zokirov, O'zbekistondagi rasmiy Google Developer ekspert. Iqboljon Sobirov, Oxfordda PhD va Deep Learning moduli muallifi. Kursni noldan boshlaysiz. Python, ma'lumotlar tahlili, Deep Learning, Machine Learning, bularni hammasi bosqichma-bosqich va har bir modul oxirida real loyiha qilasiz. Ya'ni bu degani ham kursni tugatganingizdan keyin sizning portfoliyongizda tayyor 6 ta loyiha bo'ladi. Men buni bilaman emas, mana mening qo'limda nimalar keladi deya oladigan holatda bo'lasiz. Yuqorida aytganimdek, ko'proq vaqt ajratsangiz 4 oyda ham tugatishingiz mumkin va kursga yozishingiz bilan darsni boshlaysiz. Guruh to'lish kerak degan narsa yo'q. Pastdagi havola orqali kurs haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Eng kuchli 3 ta prompt. 3-o'rin rol berish prompti. Hozir shu promptni misolda ko'ramiz. Sen sotuvda 10 yillik tajribaga ega mutaxassissan. Men kichik biznes egasiman va yangi mijozga birinchi marta xat yozmoqchiman. Menga 5 ta xat variantini ber. Javob dostona, qisqa, har biri 4 qatordan oshmasin. Ekranda bu prompt bilan va bu promptsiz olingan natijalar. Farqini o'zingiz ko'rib turibsiz. Bu 3-o'rin, lekin 2-o'rin bundan ham aniqroq ishlaydi. Chunki sun'iy intellektni chalkashtirmaydigan qilib yo'naltiradi. 2-o'rin cheklov prompti. Buni ham misolda ko'rib chiqamiz. Menga Instagram uchun post yoz. Shartlar 3 qatordan oshmasin. Dostona, jonli ohangda, statistika yoki rasmiy so'zlar bo'lmasin. Oxirida bitta savol bo'lsin. Oddiy, hamma tushunadigan tilda. Ekranda cheklovsiz va cheklov qo'yilgan prompt. Natijani taqqoslang. Bu 2-o'rin, lekin 1-o'rin eng kuchlisi. Chunki biz yuqorida aytgan hamma narsani birlashtiradi va sun'iy intellektni sizning haqiqiy yordamchingizga aylantiradi. 1-o'rin to'liq kontekst prompti. Buni ham misolda ko'rib chiqamiz. Sen tajribali YouTube ssenariy yozuvchisan. Mening vaziyatim. Men IT ta'lim kanali uchun ishlayapman. Auditoriyam 18-30 yoshli texnologiyalarga qiziquvchi yoshlar. Mening uslubim qisqa gaplar, to'g'ridan-to'g'ri muammoga urish. Sun'iy so'zlar yo'q, har bir gap keyingisiga olib boradi. Bugun menga kerak. Sun'iy intellekt ishingizni qanday tezlashtiradi mavzusida 3 daqiqalik video uchun hook yoz. Shartlar. Birinchi gap savol bo'lsin. 150 ta so'zdan oshmasin. Hayotiy misol bilan boshlansin. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, avval so'ra, keyin yoz. Ekraningizda oddiy va to'liq kontekst prompti. Farq yer bilan osmonchalik. Va eng muhimi, bu uchala promptni birgalikda ishlating. Avval rol bering, cheklov qo'ying va undan keyin suhbat quring. Shu uchlikni birinchi haftadan boshlab ishlatsangiz, oyiga 60 soat tejab qolasiz. Bu haftasiga 1,5 ish kuni va ortib qolgan kuningizni yangi mijozlarga, yangi loyihalarga sarflaysiz. Xo'sh, bugun nima o'rgandik? Sun'iy intellekt sizni ishdan chiqarmaydi. Aksincha, sun'iy intellektdan foydalanishni biladigan mutaxassis sizning o'rningizni egallashi mumkin. Va siz bugun o'sha tomondasiz. Chunki endi siz bilasiz. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bir ish qiling. Sun'iy intellekt ishini olib qo'yishdan qo'rqib yurgan do'stingizga ulashing. Like bosing, kanalga obuna bo'ling. Har hafta shunga o'xshagan amaliy videolar chiqarib boramiz. Ko'rishguncha.